Hammaga salom do'stlar. Bugun ozgina bosh vaqtim bor edi. O'shanga aeroportga chiqib samolyotlarni syomka qilish qaror qildim. Mana bu meni toychog'im, ahvolini qara. Ustiga shira to'kilgan. Mana bu yong'oqda. Hozir buni moykaga olib borib yuvish kerak. Mana shunaqa eski Mercedesda yuraman. Shunaqa eski Mercedes haydaydiganlar bo'lsa like bosinglar. Izohlarda yozib qoldiringlar, qanaqa Mercedes haydaysizlar eski modelda. Yozgi kiyim qilib oldim. Shimimni kesib, havo issiq. Peshanamdan 6 tor sochim orasidan ter chiqyapti. Mana shu eski inomarkalarni nimaga yaxshi ko'raman? Chunki kaltingizni yarim aylantirganingizda dvigatelingiz darrov o't oladi. 40 yil bo'lishiga qaramasdan. Endi taqib olamiz va birinchi bo'lib mashinani yuvamiz. Bizga xizmat ko'rsatish shoxobchasiga keldik. Mayda pul. Odatda menga 5000 so'm yetadi. Kupik bilan shampunlar buni qabul qildim. Mashinaga kopik sepib bo'ldik. Orada shotkalar olsak ham bo'ladi. Necha pulga olingan ekan? 25 mingga olingan shotka. Tak. Shiralarni yuvmasak bo'lmayapti. Ko'rib bo'lmayapti hech narsa. Endi chayamiz 10 ming so'mga. Uxlab tashadi bu. Hozir ana endi suv bilan toychog'imiz 15 ming so'm bilan top-toza bo'ldi. Ana endi benzin quyib olish kerak. Bakimiz deyarli bo'm-bo'sh. Manzilimga yetib olgandan keyin ko'rishamiz. Men uchun bu 40 minut 1 soat, siz uchun. Ana, yetib keldim manzilimga. Aeroportda meni ukam kutyapti, Amir. Qorni och qo'ygan ekan. Non bilan sir oldim. Ana, maymunchaga o'xshab daraxtga chiqib olishgan. Bu yoqda sigirlar. Hamma joy ko'm-ko'k yashil. Bu yoqda Amir. Xullas, bugungi kunam tugadi. Vaqt ajoyib o'tdi. Maza qildim. Aviatsiya ixlosmandlari uchun ajoyib joy. Kelib siz ham kuzatishingiz mumkin yoki sporting maydonchasiga borishingiz mumkin. Farzandlaringizni olib albatta keling, chunki bu juda yaxshi narsa. O'tirib vaqt o'tkazishga, texnikaga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga, balkim oilangizda aviator katta bo'layotgandir. Kelajakda uchuvchi yoki samolyotlarni remont qiluvchi muhandis bo'lishi mumkin. Xullas do'stlar, bugungi kun oxiriga yetdi. Sizlarga rahmat tomosha qilganingiz uchun. Albatta obuna bo'ling va like bosing. Yaqin orada yana yangi videolarni sizga taqdim qilishga harakat qilaman. Sog' bo'ling.